Assalomu alaykum. Ha otam, hormang. Ha, salomat bo'l. Ha, nimalar ekyapsiz? Ha, yong'oq daraxti ekyapman. Nabiram bilan birgalikda. Ha, endi otam, yoshingizni yoshab, oshingizni oshab bo'psiz. Buni mevasini o'zi kim yeydi endi? 20 yilda mevaga kirsam, Ha, endi shu bir boq qilaylik deymizda bola chaqalariga va nabiralar o'tganda, ketganda shu yong'oqda yesam biz xursand bo'lamizda. yashang. Aqlli gap bo'ldi. Hisobotdan pul ber. Ha, yasha bolam. Martaban ulug' bo'lsin. Ana ko'rdingizmi? Mevaga kirishni boshladi. Topganingizga baraka bersin. Oo, aqlli gap bo'ldi. Hisobotdan yana bos. Yaxshi motivatsiyalar beryapti, yaxshi g'oyalar beryapti. Ko'rdingmi hokim bolam? Hamma mevasi bir yilda bir marta meva bersa, mana o'zi daraxtimiz bir yilda 2 marta hosil beryapti. Topganingga baraka bersin. Alloh. Hokim buva, hozir biz ketmasak, jamg'armadagi hamma pullarni hoji buvamga berib yuborishimiz mumkin. Ha otam, sog' bo'ling, salomat bo'ling, mevalar pishganda kelamiz. Salomat bo'ling bolalarim. Hokim buva, o'zingizga rahmat.